Assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalimizning obunachilari, sizlar uchun maxsus video tayyorlaymiz. Hozir o'zidan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, chunki orqangizda 6 oylik mehnat, $20,000 dan oshiq pul kirgan O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bir dona bo'lgan Gentra laqabli Mercedes yoki Malibu mashinasini sizlarga obzor qilib beraman. To'liq obzor qilamiz, akalar. Общий nech pul ketganini video davomida bilib olishingiz mumkin. Oldindan bitta narsaga kelishib olaylik. Men hisoblab ketaman, aytib ketaman, sizlar hisoblab turasizlar. Oxirida kim to'g'ri javobni yozsa, kommentariyada nech pul chiqqanini точно yozsa, $50 kartasiga tashlab beramiz. Xudo xolasa, tak, bu mashinamizni bilasizlar, ancha oldin olgan edim. Undan keyin Range Rover oldim, bundan keyin Gelik oldik. Alhamdulillah, Alloh berdi. Endi bu mashinamizni qolib ketgan edi. Keyin Valvoline moylari, "Oka, shuni proyekt qilaylik, oxirgacha yetkazaylik" deb turib, bizga bu mashinani yig'ishimizga sponsorlik qilishdi. Xudo xolasa, Tuning House jamoamizning umumiy 100 tadan oshiq xodim ishlaydi. Tuning House'da bilasizlar, hamma ukalarimizning, akalarimizning hissasi qo'shilgan. Kassaprav bilasizlar, bizda Kassaprav xizmatlari bor. Diska balon, Habibulloh do'stimiz Tuning House aka, salon qismlari, chexollari, Yunusoboddagi filialimiz, Oybedagi filialimiz, xullas butun jamoaning hissasi bu mashinada bor. Shuning uchun hozir o'zidan qo'llab-quvvatlash uchun 6 oylik mehnatni qo'llab-quvvatlash uchun bizga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Chunki har doim ham bunaqa videolarni ko'ravermaysizlar. Obzorni boshlaymiz, akalar. Общий qaranglar, taxminan 20,000 dan oshiq pul ketdi, hozir o'zidan aytaman, lekin donalab aytib ketaman. Birinchi bo'lib mashinamizni ochib turgan narsa bu rangi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. To'q qizil desa ham bo'ladi. Bu rang candy kraska deyiladi. Tushunishingiz uchun candy taxminan 10 ta etapdan iborat bo'ladi. Buni rangi o'zi mokriy asfalt edi. Bu plyonka emas, bu chista kraska. Birinchi bo'lib stolnoy rang sepiladi, ya'ni o'zini kraskasini ishqalab tashab stolnoy rang sepiladi. Stolnoy rangi ustidan pudra sepiladi. Pudraning ustidan lak sepiladi. Lak bu stolnoy rangi shunaqa ko'rinishga olib keladi. Ko'rishingiz mumkin, quyosh tushayotgan joylari to'g'lanyapti, quyosh tushmayotgan joylari qorayapti. Ya'ni bu o'sha candy kraskada bo'ladi. Kraskasini o'zi tushunishingiz uchun zakazga chiqartiriladi. Taxminan $2,000 ga aylandi. $2,000 deb hisoblayveramiz. Undan tashqari diskasi, mashinani eng ochib turadigan narsa nima? Bu mashinani diskasi bo'ladi. Tormozning sistemasiga alohida to'xtalamiz. Katta tormozning sistema turibdi. Malibu 2 qo'yilgan. Diskasi bu ham O'zbekistonda bir dona. Bu o'zi BMW ning diskasi. Diska baloni bilan 20 razmer diska ko'rasizlar, ingichka balon taqilgan, spesialniy yurganda tegib qolmasligi uchun diska balonlari bilan общий $1,600 ga tushgan. Tak, old orqa bamferlari ko'rishingiz mumkin. Oldi bamfer Mercedesga 212 kuzovdan olingan. Mana mashinadan kesib, tepasi Gentra qolgan, mana bu liniya Gentraniki. Bu yog'i Mercedesga. Men o'zim borib Dubaydan olib kelganman mashina. Orqa bamferni shu yerda rasmini chiqarib ketamiz. Orqa bamfer 204 modeldan olingan. Glushitillari Brabus 800 ga original glushitil nasatkalar qo'yilgan. Oldi va orqa bamfer glushitr nasatkalari bilan taxminan $1,200 ga tushgan. Undan tashqari tegi spoiler yasattirganmiz va ham yon tarafiga ko'rishingiz mumkin Mercedes paroki va tegi spoiler yasattirganmiz. Bu spoilerni alohida yana $500 ga yasalgan. Oldi va orqa faralari $600 ga tushgan. Ko'rishingiz mumkin Ravon fara. Undan tashqari Ravon farani olib prosto qo'ymaganmiz, customni qilib, ichini qora glansviga bo'yab, qoshlarni xuddi BMWdagi oranjviy yonadigan qilganmiz. KS-larda shunaqa bo'ladi. Oblisovka zavodskoy qolgan, chunki bu mashina o'zi Ravon, ya'ni Chevrolet emas. Bokovoy Mercedesga
hamma funksiyalari ishlaydi. Ichidan boshqarishlari, pavorotniklari, buni ham qora glansiy qilib bo'yab, uстановкалari bilan $500 o'rnatib beriladi. Eng ochib turgan narsalardan bittasi bu Malibu 2 katta lyuki, panoramli lyuki ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy qilib qo'yib berganmiz tomini qoraga bo'yaganmiz. Даже Mercedes'ni original antennasini olib kelib qo'yganmiz. Ishlaydi. Просто tak qo'yib qo'yilmagan. Oldidagi nima bu deb hayron bo'lishingiz mumkin. Bu o'zi Nissan mashinalarida lidar bo'lib ishlaydi. Ya'ni 3D odamlarni hammasini ko'rib turadi, mashinalarni, odamlarni. Biz buni ichiga Neoline antiradarni qo'yganmiz. Ya'ni bu salonda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsatib turibdi, necha tezlikda ketishini. Bu yerda mana shu butun O'zbekistondagi radarlarni ushlab beradigan antiradar qo'yilgan. Ustida paka ko'rinishi xuddi shunaqa. Общий taxminan bir sizlar hisoblab turgan bo'lsanglar, men hisobladim, bir $9000 ustini o'ziga hozirga aytayotgan narsalarimga ketgan. Orqa fari, mana hamma orqa glushitillari bilan. Endi motoriga kiramiz. Motoriga kirishdan oldin salonni bittimda lehki ko'raveramiz. Xullas, buni ichida o'tirgan odam Mercedes'ning ichida o'tiribman deb o'ylaydi. Motori eng qiziq joyi bu motori bo'ladi. Chunki bunaqa akkuratli motor hali hech qaysi Gentra'da qo'yilmagan deb ayta olaman inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Malibu 2 1.5 turbinali motor qo'yilgan. O'zini eshik motori olib tashalingan. Endi bu mashina любой Gentra, любой Malibu bilan bemalol tashish oladi. 0 dan 100 gacha razgon taxminan 7 sekund bo'lgan. Bu hali stok holatda turibdi. Buni stage programma yozib, yana ham ot kuchini ko'paytirsa bo'ladi. Stok 200 ta ot kuchi hozircha, lekin agar yana qo'shtirmoqchi bo'lsa, yana buni ham kuchaytirsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, qizilga bo'yaganmiz detallarni alohida qilib. Valvoline kompaniyasining moylari quyilgan. Обязательно 1.5 turbinali mashinalarga обязательно Valvoline moylarini quyishinglarni tavsiya qilamiz. Tak, tormozning sistemani ko'rishingiz mumkin. Malibu 2 ning tormozning sistemasi ABS'lari bilan qo'yilgan. Oldiga va orqaga supportlari, kolodkalari ham Malibu 2 niki qo'yilgan. Undan tashqari rulovoy, bilasizlar, o'zida gidravlitskiy bo'ladi. Malibu 2 da bo'lsa elektronli bo'ladi. Elektronli gidravlika qo'yilgan va korobka ham Malibu 2 niki qo'yilgan. Ya'ni 8 ta skorostli, 8 ta pog'onali korobka turibdi bu yerda. Xullas, motoriga, hozirgi sanab o'tgan narsalarimga общий ABS, tormozli sistema, motor uстановка, korobka, rulovoylari bilan $5500 pul ketgan. Ya'ni eng qimmat narsasi bu motoriga ketgan desa ham bo'ladi. Lekin motorni prosta ko'rinishini zavodskoyda joylashganini ko'rib, to'g'risi men o'zim ko'zlarim quvnayapti. Mana ko'rasizlar, mashina zavod bo'lib turibdi, lekin ovozi ham eshitilmaydi. Ko'rasizlar, jim-jit bo'lib turibdi. Hamma narsasi akkuratli joy-joyida, даже akkumulyatorlari ham hammasi joy-joyida turibdi. Endi eng asosiy narsasi bu saloni. Saloniga sayohat qilamiz. Bu salon takrorlanmas salon deb ayta olaman. Sababi bunaqa tarpetka bunaqa dizayn, bunaqa tekstura, bunaqa rang kombinatsiyasi uncha Mercedeslarning o'zida ham yo'q. Chunki bu nima desa bo'ladi? O'zimga deb yig'ganman-da. Lekin hozir mashinani padarka qo'yamiz. Bilasizlar, Valvoline kompaniyasidan moy olib, Valvolinedan mashinalarga moy quysanglar, shu mashinani yutib olishingiz mumkin. Tak, qilingan ishlar. Tarpetkani ko'rishingiz mumkin. Li monitor qo'yganmiz. Tak, tarpetka polniy mana shu tarafga yasalgan. O'z Gentra'da mana shu yerda chopilgan bo'ladi. Bilasizlar, bu yerdan chopilgan bo'ladi. Bu Mercedes podmers qilib tarpetkani o'zi qo'l mehnatida yasalgan. Deflektorlari hammasi havo chiqadigan joylari ishlaydi. Klimat kontrol qo'yilgan bu yerga. Soati, avarinkalari, mana mashdek включательlar hammasi ishlaydi. Hattoki lyukni ochib yopadigan knopkalarni ham mana mashina o'zidan ishlatib qo'yganmiz. Chunki bunga spesialniy shunaqa lyukni ochib yopish uchun 213 kupe kabrioletni baridan olib keltirib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, barlari hamma narsasi cho'tki. Tak, narxini aytib ketaman. Tarpetka, mana shu konsol, общий mana shu koja tikishlari bilan $3000 ga aylangan. Tak, undan tashqari ko'rishingiz mumkin, mana karbon detallari, bu kovinli karbon. Kovinli karbon tushunishingiz uchun har bitta mana shu detali bittalab yopishtirib chiqilinadi. Mana shu
Bu o'zi asosan shu Mansory tuning, Brabus tuning, AMG tuninglarda bo'ladi. Bu Gentraga qo'pol qilayotganda uvol. Lekin buni bilgan biladi, ya'ni original narsa bo'lishini xohladim. Karbon teksturalarning o'zi $1200 bo'lgan. Bundan tashqari, tak, climate control $300. Patolog Alicantara, stoykalari, Malibu plafon и remellarigacha o'zgargan $1000 qo'shib qo'yasiz, okey? $1000 qo'shib qo'yasiz. Sidena 206 modelli sidenasi, o'zini kojasi olib tashlanib, yangi koja tikkanmiz salon bilan padmas qilib, bu $1800. 206 Mercedes, tushunishingiz uchun oxirgi C-klass Mercedes hisoblanadi. Ya'ni yangi mashinani sidenasini orqalari bilan uстановка qilib berganmiz. Undan tashqari monitori $600 и rulovoy ko'rishingiz mumkin, hurmatli operator. Bu yoq tarafdan o'tib kelsangiz, xudo xolasa mana. Tak, ko'rishingiz mumkin, rulovoy, elektronik и mana dvorniy datchiklari ham ko'rasizlar. Mana shu rulovoy Mercedes rulovoy Malibuga ulangan. Qanaqa kombinatsiya bo'lib ketgan. Kuzov Gentra qolgan, bo'ldi. Qolgan hamma narsa deyarli alishib ketgan. Pavorotniklari hammasi cho'tki ishlaydi. И undan tashqari rulli knopkalari, ashularni baland qilamiz. Ko'rasizlar? И mabdan undoq qilsa past bo'ladi. Mabdan past bo'ladi. И sensorda ham ishlaydi. Tushunasizlar? Hamma narsasi ishlamaydigan narsani o'zi yo'q. Endi ustani mashinasi bo'lgandan keyin ishlamasa uyat-u. Abagrev включаtildi. Abagravlar ishlaydi. Sidena yotqizish, turg'izishlar. И podsvetkasiga bitta ahamiyat beramiz. Podsvetkasi RGB 12 xil rangda yonadi. Mana ko'k, fiolet, oranjiy, tak, adashib ketyapman. Fioletviy, oq, oranjiy, xullas mana ko'rasizlar, har xil svetda yonadi. Hop, obshivkasiga keladigan bo'lsa, obshivkasiga общий $1600 ketgan mana shu turishga. Hop, yana ruli $300. Tak, skorsi qo'lga o'tgan, ko'rasizlar. Uje mabdan skorsi olib tashlaganmiz. Skorsini ichidagi mexanizmlari bilan yana $1200 ga o'rnatganmiz. Undan tashqari tablo Malibu 2niki, bu endi komplekt ichida kirib ketdi. Undan tashqari Poly Custom'ni to'liq qoraytirilgan, hamma joylari sepilgan. Bularni mayli hisoblamaymiz. Shumizolyatsiya bo'lgan mashinamiz, polni hamma joyi moshni bo'lib shumizolyatsiya bo'lgan $600. Undan tashqari akustika 4 ta kolonka ko'rishingiz mumkin. 4 ta kolonka orqada usilitlari bilan mana bu mehnat haqqisiz yana где-то $600 pul ketgan. Ya'ni 4 ta kolonka, usilitl, sim, hamma narsalari bilan $600 cha pul ketgan. Undan tashqari qolgan mayda-chuyda ishlar juda ham ko'p qilingan. Misol uchun glishitl sistemalari misol uchun o'zgartirilgan. Mana bu obshivka qo'yganda oyna ko'taradigan включателlarni perdelka bo'lgan. Ko'zga ko'rinmaydigan juda ko'p narsalar qilingan. Ularni mayli hisoblamay qo'ya qolamiz. Tak, mashinamiz tayyor bo'ldi. O'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Bunaqa mashina xudo xolasa O'zbekistonda boyiga aytganimda, nafaqat O'zbekistonda, SNGda ham butun dunyoda bunaqa Gentra bir dona. Dunyo vystavkalariga chiqadigan mashina bo'ldi. KX ga bekorga olib kelmaganman. Xudo xolasa KX da ham shunaqa Motorfestlar bo'lsa, bemalol qatnashadigan mashina bo'ldi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, "Aka, bu endi eshigiga tilla taqqan bilan ot bo'lib qolarmidi? Bizaga buni ot qilish yoki otga o'xshatish qiziq emas. Biza nimaga qodirligimizni ko'rsatib bermoqchimiz xolos. Ya'ni bizani qo'limizdan shu ishlar keladi. Bizaga u xod Zaporoj bo'lsin, xod Mercedes bo'lsin, xod BMW bo'lsin, shunaqa tuning qilib bera olamiz degan maqsadda biza bu mashinani yig'ib chiqqanmiz. Ya'ni bu mashinaga nimadir qilsa narxi o'zgarib yoki Gentra Mercedesga aylanib qolmaydi. Prosta biza shunaqa ishlarni qilib bera olamiz va inshaalloh qo'limizdan keladi degan narsani ko'rsatib berdik xolos. Bizani qo'llab-quvvatlab turgan akalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan zo'r kontentlarni kutib qolinglar. Tareto proyekti, taksi proyekti, undan tashqari yana ko'plab proyektlarni sekin-sekinlik bilan qo'yib boramiz. Obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.